Assalomu alaykum Dilshod Moto'ning aziz podpischiklari, aziz yurtdoshlar. Mana Dilshod Moto'mizga, do'konimizga hozir yangi tovarlarimiz keldi. Bitta obzor qilib tushuntirib beramiz. Obzorimiz yoqsa bitta like, podpiskani ayamanglar, qo'ng'iroqchani danglatib bosinglar, qana ketdik. Aziz yurtdoshlar, mana yangi kelgan Laboni ajali keldi. Mana yangi kelgan 1,5 tonnalik Labomizni yangilangan varianti bu. Borti 2 metrlik, o'tgan safar qora oqlari bor-da, ana yerda turibdi bir dona qora. O'shani yangilangan varianti keldi. Va shu o'zgacha boshqacha deydi-ku. Cho'tkisidan keldi. Hozir obzor qilib berib o'tamiz. Keyin bu narsani yana bitta narsani aytib o'taman. Boshqa joyda sotilayotgan labolar bilan tenglashtirmanglar iltimos. Avval texnikani xarakteristikasini bilinglar. Ko'rayotgan narsalarning ham xarakteristikasini bilinglar, undan keyin gapiringlar. U 24 million, 25 million sotilayotgan labolar bilan bu narsani tenglashtirmanglar. Bu narsada bor narsa ularda yo'q. Bizning odamlar narxiga e'tibor beradi, texnikaning sifatiga, xarakteristikasiga e'tibor bermaydi. Shuning uchun hamma narsani ham qayerdan olsangiz ham birinchi o'rinda xarakteristikasiga e'tibor beringlar. Qani hozir tushuntirib o'taman. Oldilariga mana hozir bitta svetlarini hamma joyni yoqibdi ko'rsatib, obzor qilib beramiz ana. Pultlari, tablosi, hamma narsasi bor. Pechkasi ham bor mana. Boshqa labolarga nisbatan buni ichi keng. Ana bu bort bilan teng mana. Bort 1.30 bo'lsa, shu bort bilan teng laboni eni. Bu yog'ini o'zlari solishtirib olaverasizlar. Xo'sh, mana. Kechqurun yoqib ko'rsatish bash cho'tki ko'rinadi. Shuning uchun hozir bitta yoqib ko'rsatib beramiz hamma narsasini. Tepadagi tumankalari, pastda ham tumankasi bor. Dugalar qilingan mana. Baquvvat. Tepsa ham ishlasa bo'lmaydi, urilsa ham ishlasa bo'lmaydi. Xo'sh, tepasiga bagajlar qo'yilgan. Balon, oldi baloni 4,5 12, yana aytib o'taman. Orqa baloni 512. 5 ta boltlik promoy palovoz bu. 4 ta boltlik oddiy most emas bu. Eng qimmat, Xitoyda ham eng qimmat most 5 ta boltlik promoy palovoz bo'ladi. Xo'sh. Rangi oq rangidan bor, keyin bir dona qora rangidan bor. Ko'pchilikni oq rang so'raydi, o'shaning uchun oq rangini ko'na qilyapmiz. Keyingi masalasi. Laboni balandligi 60 sm mana ko'ryapsizlar. Chuqurroq bo'ldi yana. Oldingilarga nisbatan chuqurroq bo'ldi, baland bo'ldi. Sababi Xitoyga ham mana bir qarish temir qo'ysa ham pul hisoblaydi. Tekinga qo'yib bermaydi Xitoy. Bizning odamlar xayolida kattasi ham, kichigi ham bir xil narx, shunaqa tushunadi odamlar bizning odamlar. Xo'sh, akkumulyator 76 lik mana. 76 amperlik ana katta akkumulyatordan qo'yilgan 6 ta. Miya motorni ko'rsatsam hozir. Miya motorni ko'rsataman. Mana 2000 watt. 2000 watt yozilgan mana. 2000 watt. Motor ham 2000 watt. Mana 2000 watt yozilgan. Keyingi masalan reduktor eng dahshatidan qo'yildi mana. Bu gruzovoy eng qimmat reduktor. Buni sotuvga kelsa kamida 1 milliondan kam bo'lmaydi bu reduktor, chunki eng baquvvat reduktor hisoblanadi bu. Xitoyda ham qimmat turadi bu reduktor. O'sha reduktordan qo'yildi. 4 ta tormoziga jitkis tormoz qo'yilgan mana. Mana orqasiga va oldiga. Mana tormozlar qo'yilgan. Oldi orqasiga 4 ta balonida ham jitkis tormoz bor. Va amortizator mana bu yoqqa bitta, bu yoqqa bitta, bu yoqqa bitta, bu yoqqa bitta qo'yildi. 4 ta amortizator. Miya motor 2000. Xo'sh. Mana shu most og'irligi mana 37 kilogramm. 37 kilogrammmi shunaqa deb yozgan. 35 kilo ekan. Bitta most og'irligi 35 kilo. Ana endi boshqa texnika bilan solishtirib ko'ringlar. Boshqa texnikalarda 15-16 kilogramm. Lekin bu most katta mostdan qo'yilgan.
Undan tashqari resor dabavishini uzundan dabavishini qator qilib qatlab qo'yilgan. Mana prujina ham qo'yilgan keyin. Nagruska bermaslik uchun resorga. Va o'ziga zamiklarni bermaslik uchun avtomat ham qo'yilgan. Akkumulyatori 6 ta 76 amper. 76 amper. Xo'sh. Bort tagidagi mana bu 4 ta anaqa qo'yilgan. Baland bort labomiz. Hamma narsasi cho'tki ishlaydi. 30 dona keldi. Hozircha mana 7 tasini yig'ib chiqarishdik. 7 tasi tayyor sotuvga chiqarib qo'yildi, 7 tasi. Mashinchalar ham kelgan, hozir mashinchalarni ham obzor qilib beramiz. Xo'sh, yangi kelgan labomiz mana shu. Yana aytaman, boshqa joydagi arzon labolar bilan bu narsalarni solishtirmanglar, iltimos. Hamma narsa ham puliga bog'liq. Mashina bozorga borib, bu yoqda Matiz turibdi. Bu yoqda Malibu turibdi. Matiz puliga Malibu borib so'ramaysizlar-ku. Iltimos odam, akalar, ukalar, tanarsani to'g'ri tushuninglar. Telefon qilib, aslida bunday ekan, sizlarda bunday ekan degan gap kerak emas. Yoqmadimi? Ko'rmanglar, yig'ishtiringlar, bo'ldi. Biz bor narsani ochiqchasiga haqiqatni aytib beramiz. Bor narsani ochiqchasiga haqiqat aytiladi bu. Quloqlarni osib, tepib, yolg'on gapirib, ba'zi savdogarlarga o'xshab aldab o'ynab o'tirmaymiz odamlar. Bor narsani shu narsa normal narsa, sifatli narsa, shu narsani zo'r deymiz. Arzonni arzon, mana sifati bunaqa deymiz. O'shaning uchun boshqa joyda Labo 25 million ekan, boshqa joyda 26 million ekan, 24 million ekan, unaqa gap kerak emas. Texnikani xarakteristikasiga, sifatiga qaranglar-da, keyin gapiringlar u narsani. Iltimos sizlardan, gapimga xafa bo'lmanglar yana. Va mana panejnisi bor bunda. Tormoz, gaz, rushnoy. Va zadniy kamerasi ham bor bunga mana hozir. Zadniy kamerasi ham bor, kamera orqani to'g'rilash kerak. Masalan, endi to'g'rilab qo'yapti. Xo'sh. Pechkasi bor mana. Undan tashqari mana salon sveti bor, ventilyatori bor, luki bor. Polni hamma narsasi cho'tki ishlaydi. Signallari ham bor, rollari yengil, gidravlika. Xo'sh, yana nima aytish mumkin? Magnitofonlar bor, hamda boshqariladi ana. Hammasi polni monitorda. Yana nimasini aytib o'tamiz? Komplekt damkrat. Mana damkrat, balon ключ va zapaskasi bor. Zaryadkasi mana 90 ampergacha, eng maksimum 62 ampergacha berar ekan zaryadni. Maksimum 90 amper, minimum 62 ampergacha berar ekan. Damkrat, balon ключ, anaqasi bor, zapaskasi bor damkrat. Birkalari ham bor. Shu spravka beriladi bularga. Shu spravka beriladi. Nomer oddiy mana muraviylar nomeridan bo'ladi bunga ham. I prava, любой prava bilan haydasa bo'ladi. A bo'ladimi, B mi, C mi, D mi, Y mi, F, H, любой haydasa bo'ladi. Xo'sh. Borti 2 metrga 1.30. Uzuni 1.2 metr mana. 2 metr, i 1.30. 1,5 tonnagacha yuk oladi. Mana oq rangidan faqat kelgan. Bizda ko'pchilik oq rangni talab qilyapti, o'shaning uchun. Narxini telefon qilasizlar, narxini telefon orqali bilib olasizlar. Va mana elektromobillarimiz yana Udardan keldi. Ash cho'tkisidan keldi. Konkret deydi-ku, shunaqasidan keldi. Kalitini olib chiqib yoqib ko'rsatamiz hozir buni ham. Aziz do'stlar, mana yangi elektromobilimizni saloni ko'rishingiz mumkin. Tablolari ham cho'tki. Mana tablosi bor, MP3 fleshka o'qiydi. Akkumulyatori 6 ta 68 lik bo'lishi kerak. Hozir ko'ramiz buni ham. 68 amperlik. Yili mana 12 ko'rinayotgan bo'lsa agar
12-dekabrda chiqqanda gap so'z. Akkumulyatorlar yangi. Akkumulyatorlar yangi. 6 ta 68 amperlik akkumulyator. Keyin bitta narsani aytib o'taman. Bizani sharoitga, bizani iqlimga biz ana shu litium emas, bu akkumulyatorlar yaxshi ishlaydi. Sababi litiumda kolbasini deydi, kapsulaga o'xshagan. Mana bunday kapsula kolbasini ana shuna batareyka bo'ladi. Bittasi kelsa, uni serli litiumni sotib olishingiz to'g'ri keladi. Uni narxi 4 million, 5 million shu atrofida. Lekin 6 ta geliy akkumulyatorni ketsa bir donasi ketadi, hammasi ketmaydi. Bir donasi ketadi. Bir donasini 750 ming, 700 mingga almashtirsangiz bo'ladi. Qaysi vigidni? Chunki litiumdan ko'ra geliy akkumulyatorlar bizning sharoitga yaxshi, ham uzoq ishlab beradi, probeg ham yaxshi beradi. Litiumga nisbatan. Meni maslahatim yana boshqa joydan o'zingiz bilasizlar. Biz sotayotganimiz uchun sotayotgan narsamizga qarab maslahat beramiz. Xo'sh, mana shu elektromobillarimiz tezligi 50 km, 6 ta 68 lik akkumulyator qo'yilgan, miya motori 1800 sportivniy, yana yaxshi chopish uchun qo'yilgan. 4 ta odamni bemalol olib yuradi. Oq rangidan bor, qora rangidan bor. Orqalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana. Orqasiga ham bemalol 2 ta odam sig'sa bo'ladi. Yangi maslar deydi-ku. Mana shu elektromobilimiz. Xudo xolasa yana yangiliklar qilyapmiz elektromobiliga. Bundan ham zo'rlarni olib kelamiz, lekin narx sal qimmatroq bo'ladi. Gabarati ham katta bo'ladi uni. O'shaning hisobiga narx ham sal o'zgaradi. Narx-navo bo'yicha telefon nomerlarini qoldiramiz. Telefon qilib bemalol aloqaga chiqib ma'lumot olsangizlar bo'ladi. Keyin yana bitta narsani aytib o'taman. Yana bitta narsani iltimos qilaman. Bizda kredit, bo'lib berish, naqd, variant unaqa narsalar yo'q akalar. Bu narsalarga yo'q. Bu narsalarga kreditdan, variantdan boshqa narsa ham yo'q. Kredit berilishi mumkin. Bitta ikkita narsamizni beramiz, unda ham ko'p narsani emas. Ana murojaatlarni berishimiz mumkin. Ko'ramiz endi odamiga qarab, tumanga qarab. Lekin faqat Buxoro viloyatiga kredit berilishi mumkin muraviylar. Boshqa viloyatlarga kredit bera olmaymiz, uzr. Lekin Labo mashinchalarga kredit yo'q. Bu narsaga kredit berilmaydi. Qarzga ham berilmaydi. Bironta texnika qarzga, bo'lib berishga, variantga yo'q unaqa narsalar. Iltimos bu narsa bo'yicha telefon qilmanglar, SMS ham bunaqa narsalar yozmanglar, iltimos qilaman. Bor narsa faqat naqdga beriladi bular. Naqdga sotiladi. Hozircha bor texnikalarimiz shu. Kelaverasizlar Dilshod Motoga. Keyin yana bitta arzon muroyimiz keldi. Buni ham aytib o'tamiz, ko'rsatib o'tamiz. Boshqa joylarda qimmat sotilayotgan ekan bu ham. Mana 12,5 million so'm. Kelaverasizlar. Yangi keldi, bugun tushirdik. Akkumulyatorlar 76 talik. 6 ta. Bu obzor qilganman bularni. Kanalimizda bor. Mana shu Labo va Minicar. Dilshod Motoga kelaverasizlar. Sizlar kutib qolamiz. Men Dilshod bo'ldim. Hammani ishiga omad, cho'ntagiga daromad. Musofirda yurgan yurtdoshlarimiz, tanajonlar sog' bo'lsin, ular uzoq bo'lsin. Yurtimizga eson-omon kelishlar nasib aylasin. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.